Uyingizda 6 metr joy bormi? Rosa yuzga tushadigan yozgi oshxona ko'rsataman. Kelinglar. Bu joyimiz 6 metr joyga tushgan. Xo'p, ko'rib turibsizlar, bitta xonadonda borki, nima kerak bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh hammasi joy-joyini topib egallagan. Bu yerda tandur bo'lgan, zontelik, 1 metrlik ko'rasi g'ishdan bo'lgan mangal bo'ldi. 60 litrlik samovar bok, 22 litrlik 5 kilolik qozonimiz, 80 litrlik 15 kilolik qozonimizni qo'yib berganmiz. Bu yerda xotirjam turib 1,5 metr atrofida to'rg'ashtiradigan stoli bo'ldi. Konforkani qo'yib olsa ham bo'ladi. Bu yerda 65 ga 45 santimetrlik moykaga ham joy bo'lgan. Kanalizatsiyalar qo'yildi. Suvlarni ulab qo'ysa, inshaalloh issiq suv, sovuq suv bilan xizmat qiladi. Kimga shunaqa ishlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, Vodiy O'choq Instagram, Telegram kanallarimiz bor. Murojaat qilinglar. Ishingizda o'ta go'zal holatda, bir tiyin pulinglarga xiyonat qilmagan holatda ishingizda o'ta go'zal holatda bitirib beramiz. Xo'p, bu videoda shunaqa yozgi oshxona, tandir o'choq qurdirmoqchi bo'lgan do'stinglarga jo'natib qo'yaverasizlar. Videoga o'zingizlar xolis baho beringlar. Ishlarimizda qanaqa kamchilik bor, qanaqa qulayliklar bor, shularni o'zingizlarning fikringlarni kommentariyada qoldirib qo'yasizlar va bu videoga like bosib qo'yishni ham esdan chiqarmanglar. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.